Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugun biz shu Agrobankda bugun uchrashuv tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil qilgan ekanmiz. Shu bugun mana uchrashuv davomida sizlar bilan suhbat o'tkazamiz. Suhbat davomida nima masalalar bo'lsa, masalalarni aytasizlar. Shu masala bo'yicha yechishga harakat iloji bo'lsa, masalalarni yechib ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Nima masalalar bo'lsa, gapishingiz mumkin. Nima xizmatsizlar? Ben Muhammed Veli'yle Sarvinoz. Bog'chani rivojlantirish uchun kredit olmoqchiydim. Tushunarli opa, siz yakka katta tadbirkorda bog'cha ochgansiz. Sizga bog'chani rivojlantirish uchun kredit kerak. Qancha miqdorda kredit olmoqchisiz? 50 ming. 50 ming yetadi. Hop. Bu xabarimiz sizni prezidentimizni 312-sonli qaroriga asosan biznesni rivojlantirish dasturlari doirasida bog'chani rivojlantirish uchun xos sotib olish uchun kredit ajratishimiz mumkin. 50 mingdan sizga xabarimiz. Sizga talab etiladigan hujjatlarni hozir yigitlarimiz aytamiz. Nima hujjat ketishini, guvohnomangiz, biznes rejangiz, faoliyat tomonidan bitamingiz kerak bo'ladi. O'shani olib kelsangiz sizga kredit ajratishimiz mumkin. Hozir familiyangizni yozib, Muhammed Veli'ga Muhammed Veli'yle Sarvinoz. Muhammed Veli'ga Sarvinoz. Yo'lda sizga ajratib beramiz. Xo'p, rahmat. Keyin aka, Assalomu alaykum. Tadbirkorlik qilish maqsadida kredit olmoqchi edim, qonunchilikka. Abdullayev Muhammad xonimman. Ishlaysizmi, ishlamaysizmi? Yo'q, hozircha. Siz bo'lsangiz qancha miqdorda kredit kerakmi? Hozircha 29 million kredit kerak, qoramol qilish maqsadida xo'jalik. Qoramol ikkita mol olyapsiz, nimaga? Ha, ikkita mol. Sizga hozir kreditlarimiz bor. Doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan jismoniy shaxslarimiz uchun oxirgi 2 oy davomida ishsiz bo'lsangiz sizga kredit ajratishimiz mumkin. Mahalla loyihasi degan kredit turimiz bor. Mahalla loyihasi 50 million so'mgacha kredit ajratishimiz mumkin. Sug'urta yoki kafillik asosida. Sizga talab etiladigan hujjat pasportingiz kerak bo'ladi. Buyerda mahalla bankirimiz, agentimiz bor. Sizga tavsiyanomlar asosida olib kelib beradi. Kredit ajratishimiz mumkin. Ismingizni aytib o'tsangiz. Abdullayev Muhammad xon. Qisqa muddatda olsam bo'ladimi? 5 bank 3 kunda ishlab beramiz. Tushunarli. Foizi qanaqa bo'ladi? Foiz 25%. 2 yil imtiyoz davri bor. 3 yil asosiy xonani qaytarasiz. Jami 5 yil muddatga beriladi. 25%. Bu o'tirishimiz mumkin. Hozir hujjatlarni aytamiz, sizga topshirishimiz mumkin. Hadi keling. Son Erkinov Sandar deyman. O'sha chorvachilikni rivojlantirish uchun 20 million kredit olmoqchiman. Bu sizga xuddi shu aka aytgandek, ish joyingiz yo'q, ishlaysiz. Vaqtincha ishsiz bo'lsangiz, sizga xuddi aka aytgandek, mahalla loyihasi asosida kredit ajratamiz. 25% miqdorida. Maqsad qoramol bo'lasizmi yoki yo'q? Chorvachilikni rivojlantiraman. Chorvachilik rivojlantirish maqsadida kredit ajratamiz. Sizdan talab etiladigan hujjat pasportingiz, sug'urta polisi kafillik asosida yo'q, sug'urta polisi asosida ajratamiz. Kredit tarixingiz yaxshi bo'lsa, ajratishingiz mumkin. Qanday aytib Erkinov Sanjar. Keyin Sanjarga. O'zi o'tirishingiz mumkin, olib qo'yasiz.